Assalomu alaykum qadrli Zinat uy savdosining YouTube obunachilari. Bugun biz sizlarga Farg'ona shahar So'g'ir buloqida ajoyib korobka holatdagi 2 etajli hovlimizni obzoriga kelamiz. Qisqa tomosha qilamiz. Ko'cha ko'rinishidan 20 ga, eni 20, uzuni 30 ko'rinishi 4 burchak holatda kottejimiz to'la holda pishganishda qurilgan. Darvozaxonaga kirishimizda birinchi qavat bo'lishiga qaramasdan bir qavatli bo'lishiga qaramasdan piltalar tashlangan. Bu degani ikkinchi qavatda ham qurish imkoni mavjud degani, podushkalar qo'yilgan, pishiq, mustahkam qilib qurilgan. Xo'p, darvozaxonaga kirganimizda birinchi tomonimizda bu tomon 3 ta xona bor, umumiy o'zini sanuzellarga ega. Xo'p, bu tomonimizda esa 3 to'liq maydonga ajoyib kottej qurilgan. Mana qaranglar, hovli. Hoz devorlari bor, bemalol o'tib yozgi oshxona qilish imkoniyati mavjud. Xo'p, umumiy xonalar soni 12 ta, 4 ta sanuzelimiz bor. Mana qisqa tomosha qilamiz. Mana bu eshikdan kirishimizda mana kattagina zal kutib oladi bizni. Xohlasalar ham bu joydan bo'lib turib oshxona sifatida foydalansalar ham bo'ladi. Bundan keyin sanuzel qismimiz bor. Sanuzelimiz ham kattagina, kichkina emas. Xo'p, undan keyin umumiy birinchi qavat uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Birinchi qavat uchun mo'ljallangan mehmonxonamiz. Mana qaranglar, mehmonxona. Darvozaxonaga kirishimizda ham mehmonxona bor edi, bu tomonda ham mehmonxona bor. Bittasini ayollarga, bittasini erkaklarga bemalol mo'ljallasalar ham bo'ladi. Bu joyda kladovka sifatida foydalansalar ham. Bu ikkinchi yotoqxonamiz. Qaranglar, kengina ikkitadan derazalar qo'yilgan, pishiq, mustahkam qilib qurilgan. Endi ikkinchi qavatga yo'l olamiz. Ikkinchi qavatimizga ham plita yotqizilgan. Loyiha bo'yicha 3-qavatda ham qurish imkoni mavjud ekan. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda bu joyda garderobli sifatida foydalansalar ham bo'ladi, xohlasangiz sanuzel qilib olsalar ham bo'ladi. Ikkinchi qavat uchun birinchi yotoqxonamiz o'zini alohida sanuzellarga ega. Sanuzellarda ham qaranglar, kengina. Pishiq, mustahkam qilib qurilgan. Xo'p, ikkinchi qavat uchun ikkinchi yotoqxona yoki-da o'zlaring uchun ofis sifatida foydalansalar ham bo'ladi. Xo'p, bu tomonda katta zalimiz bor, terrasda deydimi? Bemalol choy ichib, bu tarafda o'tirsalar ham bo'ladi. Xo'p, keyingi xonamiz mana. Bu ham yotoqxona sifatida foydalansalar ham bo'ladi. Xo'p, bu tomonimizda yana sanuzelimiz. Sanuzelimiz ham kengina, katta. Mashalloh. Va so'nggi yotoqxonamiz. Bu pishiq mustahkam qilib qurilgan uyimizning narxini xonadon egalari 120 ming dollarga berib yuboraman deyapti. Bu joyda gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Bu yerga raqamlarga qo'ng'iroq qilsalar, xudo xolasa sizlarga olib beramiz.